Assalomu alaykum. Good afternoon, guys. Bugundan ushbu kanalda sizlar bilan demak Qizil Morphy Essential Grammar in Use kitobidan demak mashqlarini ko'rib, grammatikalarni o'rganib chiqar ekanmiz. Ko'pchilik eshitgan bu Qizil Morphy kitobimizni, to'g'rimi? Bu yerda demak grammatikalarimiz bor, aynan o'sha grammatikaga oid bo'lgan mashqlarimiz ham bor. Xo'p, demak bo'ldi, boshlasak bo'ladi. Birinchi mavzumizdan boshlaymiz. Demak, Unit 1 bizda Unit 1da MSR kelyapti. MSR. Xo'p, bizda demak to be degan verbimiz bor, bilasiz. To be bu MSR ni bildiradi. To be nima degan savolga siz MSR deb javob bersangiz bo'ladi 100%. Chunki formula kelganida, misol uchun to be degan joyga siz MSR ni bittasini berishingiz kerak. Xo'p, qanaqa vaziyatda beraman buni, qanaqa holatda beraman desangiz, buni ham o'rgatib o'taman. Demak, bizda egalarimiz bor. Ega bilasiz, bu men bo'lishi mumkin, siz, ular yoki u bo'lishi mumkin, biz bo'lishi mumkin. Bu haqida ham sizlarga men ma'lumot berib o'taman. Demak, bizda subject bu ega bo'ladi. Subject ega. Va biz bularga kiritsak bo'ladi. I bu men bo'ladi. Xo'p, you bo'lsa sen, bundan tashqari sizlar degan ma'nosi ham bor. Xo'p, he bo'lsa o'g'il bolaga nisbatan. O'g'il bolaga u degani. U. She bo'lsa bu qiz bolaga nisbatan, demak u degani. It bor bizda, bu jonli, jonsiz narsalarga nisbatan, demak bu ham u degani. Xo'p, keyingisida bizda we bor, tarjimasi biz bo'ladi. Xo'p, va keyingisi they, demak ular degan ma'nosi bor. Mana shular bizda gapimizni egasi bo'lar ekan. Xo'p, endi bunga to be ni qanaqa daxli bor desangiz, biz aynan mana shu egalarga qarab turib to be ni berar ekanmiz. I ga har doim am to be sini berasiz. I ga nisbatan. Xo'p, he, she, itga nisbatan esa har doim is ni berasiz. Is. We, you, they ga nisbatan demak are ni berishimiz kerak ekan. Mana shular bizda ko'ryapsizlar, juda ham bir muhim rol o'ynaydi. Bularda misol uchun siz bir marta darak shaklida yoki inkor shaklida misol uchun almashtirib ham qo'llay olmaysiz. I'mi har doim am keladi. It bo'ldimi? Demak, har doim bunga is berishingiz kerak. Misol uchun bir martasiga I ga nisbatan am kelib turib, ikkinchi marta, ikkinchi gapingizda yoki boshqa gaplarda I ga nisbatan is kelmaydi. Tushundinglar-a? Xo'p. Demak, mana bu yerda aytyapti, my name is Lisa. Is kelyapti mana shu joyda ham. Ismlarni aytayotganimizda ham biz demak to be dan foydalanar ekanmiz. My name is Lisa. Ismim Lisa. I am 22. Demak, men 22 yoshdaman. I am American and I am from Chicago. Deyapti. Men Amerikanman va men Chicagodanman. I am a student. Men talabaman. My father is a doctor and my mother is a journalist. Demak, meni dadam doktor, shifokor, meni oyim esa jurnalist deb aytyapti. Keyin gapimizda my favorite color is blue. Meni yaxshi ko'rgan rangim bu, demak ko'k deb aytyapti. My favorite sports are football and swimming. Meni yoqtirgan, yaxshi ko'rgan sportlarim bular demak futbol va suzish deb aytyapti. Keyingisida I am interested in art. Art degan narsani yozib qo'ysangiz bo'ladi, bu san'at degani. Demak, men san'atga qiziqaman. I am not interested in politics. Demak, men mana bu politics degani bu siyosat bo'ladi. Men siyosatga qiziqmayman deyapti. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda hammasida to be kelyapti.
Biz demak buni ismimizni aytayotganimizda my name is deb turib ismingizni aytasiz, to'g'rimi? Shunda ham to be kelyapti is. Yoki I am deb turib yoshni aytasiz. Misol uchun I am 22 years old. Bu holatda ham I am bo'lib kelyapti. Am bor to be si. Millat aytayotganingizda ham, millatimizni aytayotgan vaqtimizda ham demak I am deb turib aytasiz, to'g'rimi? Yoki you are deb aytasiz. I am from Uzbekistan desangiz ham shu holatda ham I am bo'lyapti. Bundan tashqari yana siz men talabaman, men o'qituvchiman, yoki men shifokorman degan kasbingizni aytayotganingizda ham demak to be'dan foydalanib gap tuzar ekanmiz. Xo'p, bularni demak ko'rib chiqyapmiz. Endi bizda gap tuzayotganimizda darak gaplarimiz bor, inkor gaplarimiz bor. Keling, bu narsani sizga tushuntirib bersam. Xo'p, demak, bu yerda pozitiv degan narsa bor. Bu degani bizda darak gaplarimiz bo'ladi. Pozitiv bu demak darak gaplar. Darak gaplarimizni qanaqa usulda yasaymiz? Misol uchun I am a doctor desam, bu gapim meni hozir darak gap bo'lyapti. Tarjimasi men shifokorman. Yoki he is a teacher desam, demak buni tarjimasi u o'qituvchi bo'ladi. O'qituvchi. Bu bizda darak gap bo'lyapti. Bizda kitobimizda ham xuddi shu narsani aytib o'tgan. Endi bizda yana bundan tashqari negativ shakli ham bor. To'g'rimi? Negativni ham ko'rib chiqamiz. Negativ degan narsa bu bizda inkor, ya'ni gaplarimiz inkor qilib yuboradi. Men shifokor emasman, u esa o'qituvchi emas degan gaplarimiz bo'lar ekan. Buni bu yoqqa yozsak, Xo'p, demak I am not. Bu holatda bizga not kerak bo'ladi. Gaplarimizni inkor qilishimiz uchun. I am not a doctor. Demak, bu so'zimizda tarjimasi bo'ladi. Men shifokor emasman. Xo'p. Keyingisida he is not a teacher. Demak, u o'qituvchi emas. O'qituvchi emas. Mana shu holatlarimizda demak biz ko'rib chiqdingizlar bilan darak va inkor gaplarimiz. Kitobimizga qaytamiz. Bu yerda mana formulani aytyapti. Ahamiyat bering, mana bu yerda qisqartmalardan ham foydalanyapti. Bular ham juda ham muhim hisoblanadi. Men buni sizlarga rasmni tashlab beraman. Demak, qarang, bu yerda I am bo'ladi-ku, shuni I am deb aytsangiz bo'ladi. I am. Yoki mana bu yerda he is, she is, it isni ham qisqartirib aytsangiz bo'ladi. Bu holatda qarasangiz, mana bu yerdagi bizda harfimizni tushirib qo'yapti va uning o'rniga apostrofdan foydalanyapti. Is, she is, it's bo'lib keladi. Bundan tashqari we are, you are, they are ni ham xuddi qarasangiz mana qisqartirib kelyapti. Bu holatda ham to be ni qarang, birinchi harfini tashlab yuboryapmiz va uning o'rniga apostrofdan foydalanyapmiz. Mana bu I am da ni tashlab yubordik, to'g'rimi? Harfimizni heshitda bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda I harfimiz, bizda bilasiz, bu yerda harfimiz, demak I o'qiladi ingliz tilida. Mana bu we, you, theyga nisbatan esa yana o'zimizda A harfimiz kelyapti. Bu harfimizni demak biz A deb aytamiz. Demak, bunda A ni tashlab yuboryapmiz ekan. Endi inkor shakliga keladigan bo'lsak, I am not ni qisqartirib faqat mana bu shaklidan foydalanasiz ekan. Buni boshqa shakllari yo'q. Agar siz I am not ni qisqartirmoqchimisiz, mana shu shakldan foydalanasiz. Demak, I am not, I am not. Yoki he, she, itni qisqartirmoqchi bo'lsangiz, he, she, it is not. Buni qisqartmasi he is not yoki she is not, it's not. Yoki degan, mana bu yerda or degan narsa yokini beradi. He isn't, she isn't, it isn't tarzida bo'lyapti. Yoki we use they ni qisqartiradigan bo'lsak, yana we use they are not o'rniga mana ko'rsatib beradi.
we are not bo'lib keladi yoki we aren't tarzida demak yozilyapti. Hop, xuddi shunaqa bularni yod olasizlar. Endi bu yoqdagi gaplarimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, I am cold, demak men sovqotyapman. Can you close the window please? Demak, bu so'zimiz shu derazani yopib olasizmi? Iltimos degan gapda aytyapti. Hop, keyingisida I am 32 years old. Demak, men 32 yoshdaman. My sister is 29. Meni singlim yoki opam 29 yoshda. Ahamiyatli mana shu joylarimizda ham demak bizda to be kelyapti ekan. Steve is ill. Is bor. Ill degan so'zimizning tarjimasi kasal bo'ladi. He is in bed. Demak, u shu to'shakda bo'lib kelyapti. Is bor bu yerda. Keyingisida my brother is scared of dogs. Scared degan so'zimiz bu qo'rqmoq. Ya'ni meni akam yoki deylik ukam itlardan qo'rqadi tarzida bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerdagi berilgan gaplarimizni barchasini o'qiysizlar. O'qib tarjima qilamiz. Xo'p, endi mana bu yoqqa qaraydigan bo'lsangiz, that's the qisqartmasi, there is ni qisqartmasi, here is ni qisqartmalari berilgan. Bularni ham daftarimizga yozib olamiz. Xo'p, thank you, that's very kind of you demak, rahmat deyapti va u o'sha juda ham siz tomoningizdan berilgan o'sha mehribonchiligiga degani ekan. Look, there is Chris demak, yerda Chris bor. Aytyapti. Xo'p, here is your key deyapti. Demak, mana bu yoqda bo'lsa, mana sizning kalitlaringiz, rahmat deb aytyapti. Okay, endi bu aynan mana shu mavzuyimizga oid bo'lgan mashqlarga to'xtaladigan bo'lsak, birov-birdan nima qilishimiz kerak? She is, they are, it is not, that's it, that is, I am not yoki you are not. Qisqartma shaklini yozib qo'ysak bo'ladi. Bu yoqda tepada barchasini aytib o'tgan. Bularni demak bajarib qo'yamiz. Keyingisida 1-2 ga to'xtaladigan bo'lsak, bu yoqda biz yozishimiz kerak ekan am, is yoki are ni. The weather is nice today. Demak, bugun bu havo yaxshi. Is beramiz. Mana bu yerda I turibdi, shuning uchun bu yerda am ni tushirishimiz kerak. I am not rich tarzida bo'ladi. Yoki this bag, bitta sumka bo'lganligi uchun bu itni beradi, shuning uchun is beramiz. This bag is heavy. Og'ir degani. Xo'p, xuddi shunaqa qilib bu yoqda 8 ta mashqimiz bor ekan, ularni bajarib qo'yasiz. Endi keyingi mashqqa o'tadigan bo'lsak, 1-3 ga to'xtalamiz. Steve is ill. Demak, u kasal, mana he is in bed. Buni tepada ko'rdik. I am not hungry. Men och emasman. But I am thirsty. Men chanqaganman. I am ni beryapman bu yoqqa. Mr. Thomas is a very old man. Demak, Mr. Thomas bu juda ham o'sha yoshi katta kishi. He is demak 98. U 98 yoshda. Xuddi shunaqa qilib mana bu yerda berilgan egalarga qarab turib, demak, ikkinchi gapni to'ldirishingiz kerak. Misol uchun to'rda qaraymiz. These chairs aren't beautiful, but bu yoqda these chairs ko'plikda kelyapti. Bu yoqqa yozaman, qarang, sizga bitta qo'shimcha ma'lumot bo'lsin. Misol uchun, dog degan narsa bizda demak, keling dog emas, cat yozaylik. Cat degan narsa bu itni beradi, to'g'rimi? Hozir dogni yozadigan bo'lsam, it bo'lib, ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Shuning uchun cat bu it, ya'ni itni beradi demoqchiman. Qanaqa bizda egalarimiz bor edi-ku? Demak, I, we, you, they, he, she, it bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdagi cat bu jonli bo'lyaptimi? Jonli bo'lganligi uchun, joni borligi uchun bu yerda bizga itni beradi. It. Xo'p, endi mana shu joyda cats bo'ladigan bo'lsa, endi bu zeyni beradi. Misol uchun bitta mushuk deydigan bo'lsangiz, buni it bilan berasiz. Bundan tashqari bizda hozir chair kelyapti. Demak, chairda bu ham shu itni beradi. Endi mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, chairs ham bor. Endi bu narsa demak, chairs bu bizda zeyni berar ekan. Tushunamizda? He, she, itni ko'pligini
ko'pligi, demak bizda they bo'lar ekan. Mana shu narsani sizlarga aytmoqchi edim. Bu narsa juda ham muhim. Okay, davom etamiz. Demak, mana bu yerda these chairs aren't beautiful, but they are comfortable. Mana shu holatda demak gapimiz to'g'ri bo'lar ekan. Buni oxirigacha o'qiysiz. Endi bir o'tirga to'xtaladigan bo'lsak, bir o'tirda demak men ismim deb ismingizni aytasiz, bu yoqda yoshingizni aytasiz ekan, qayerdanligingizni va kasbingizni aytsangiz bo'lar ekan, sizni yaxshi ko'rgan rangingiz yoki ranglaringiz bo'lar ekan va siz nimalarga qiziqasiz, shuni aytib qo'ysangiz bo'ldi. 1-5 ga to'xtaladigan bo'lsak, bu yoqda demak 6 ta mashig'imiz so'rabdi. Misol uchun birinchisida qarasangiz, she is thirsty. Bu suvni o'ylayotganligi uchun u chanqagan deb aytyapmiz. Endi ikkinchisiga qarasa, mana qarang. Bu yerda ikkita shaxs turibdimi? Ya'ni bu ham he, bu ham he bo'ladigan bo'lsa, endi biz buni he deb ola olmaymiz-da, ikkitaligi uchun ham he ni ko'pligi bo'lyaptimi? They bilan beramiz. Demak, they are cold. Ular sovqotishgan. Uchinchisiga qaraymiz. Demak, mana bu yerda bu bola ish qilyapti va quyosh chaqnayapti va issiq. He is hot, ya'ni u isib ketgan, isigan tarzda bo'lyapti. Xo'p, xuddi shunaqa qilib qolganlarini bajarasizlar. Endi 1-6 ga to'xtaladigan bo'lsak, 1-6 da nima qilishimiz kerak? Demak, bu yerda pozitiv yoki negativ shaklda gapirishimiz kerak va bizga aytyapti foydalaning is, isn't, are yoki aren't dan. Misol uchun, it isn't hot today. Agar sizda misol uchun hozir ob-havo issiq bo'ladigan bo'lsa, issiq deb aytishingiz mumkin. It is hot today. Xuddi shunaqa. Yoki mana bu yerda windy kelyapti, shamolliga. Demak, it is windy today. Demak, bugun shamol yoki it isn't windy today. Yoki shamollik emas. Xuddi shunaqa qilib, demak, bu gaplarimizni ham to'ldirishingiz kerak. Xo'p, mana bu yerda esa sizga aynan o'zingizga tegishli ekan. I am or I am not. Misol uchun, I am tired desangiz, men charchaganman. I am hungry desa, men ochman bo'ladi. Yoki bo'lmasam, I am a good swimmer. Men yaxshi suzuvchiman. Yoki I am not a good swimmer. Yaxshi suzuvchi emasman tarzda bo'ladi. Buni ham bajarib qo'yasizlar. Endi ikkinchi unitimizga keladigan bo'lsak, bu yerda am is are ni question shaklida kelyapti ekan. Bu narsani ham sizlarga men tushuntirib beraman. Demak, bu yoqqa yozamiz. Question bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bizda savol gaplar bo'ladi. Demak, savol gaplar. Bizda esingizda bo'lsa, tepada yuqorida yozganidek, I am not a doctor, he isn't a teacher degan. Endi shuni keling, savol gaplarga o'giramiz. Demak, am I a doctor? Bu so'zimiz mana savol gap bo'ldi va tarjimasi men shifokormanmi? Yoki sen shifokormisan deb bersak ham bo'ladi. U shifokormi? Xohlagan bitta yozib beraverasiz. Ular shifokorlarmi? Yoki keling shuni yozaylik. Are they? Demak, doctors. Doctors bo'ladi, chunki gapimiz ko'plikda. They bu ko'plikni beradi. Tarjimasi demak, ular shifokorlarmi bo'lar ekan. Mana bu yerda sizda ham so'roq belgisi bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki biz savol gaplar haqida gaplashyapmiz. Keyingisiga o'tamiz. Bizda keyingi gapimiz is he a teacher tarzida demak savol beramiz. Buni tarjimasi u o'qituvchimi? O'qituvchimi tarzida bo'lyapti. Endi shuni misol uchun yana o'zgartirsak bo'ladi. Demak, are they teachers bo'ladi. Demak, ular o'qituvchilarmi tarzida gapimiz hozir qilyapmiz ekan gaplarimizni. Endi mana shu narsaga qarang, bizda short answers degan narsa bo'ladi. Ya'ni, demak, qisqa javoblar. Sizga qanaqa savol berilsa, unga siz qisqa javob berishingiz mumkin-da. Misol uchun qarang. Are you a teacher deb sizga savol bersa, kimdir sen o'qituvchimisan deb savol beradigan bo'lsa, agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, yes, I am. Agar o'qituvchi bo'lmasangiz, no, I am not bilan berasiz. Yes, I am. Ha, o'qituvchiman. No, I am not bo'ladigan bo'lsa, demak, yo'q, o'qituvchi emasman deb gapimiz hosil bo'lar ekan.
Menimcha tushunarli bo'lyapti. Bu albatta berilgan barcha ma'lumotlarni yozib olinglar. Xo'p, bizda bu short answers bor. Yana bitta misol ko'ramiz, aynan shunga oid bo'lgan. Misol uchun, is she a nurse? Bu so'zimiz demak tarjimasi u hamshirami? Hamshirami bo'ladi. Agar u hamshira bo'ladigan bo'lsa, yes. Mana bu yerda men she is bilan beraman. Sababi u deb so'rayapti. U hamshirami desa, ha, u hamshira. Yoki no, she isn't. Yo'q, u hamshira emas tarzda bo'lyapti. Tushunarlimi? Endi mana bu yerda savol shakllarimizni yozib qo'ygan. Bu darak shaklimiz, egoda mana savol gaplar. Biz darak gaplarimizni ko'rib bo'ldik. Savol gaplarimizni ham demak ko'rib chiqdik. What is your name? Isming nima deyapti? Are you married? Married degani shu oilali degani. Sen oilalimisan? How old are you? Yoshingiz nechida? Are you a student? Siz talabamisiz? Kabi savollar beryapti. Mana bu yerga qaraymiz. Am I late? Demak, men kechikdimmi? Kech qoldimmi? No, you are not. You are on time. Yo'q, sen on time degani vaqtida kelding degani. Vaqtida. Vaqtida degani. Is your mother at home? Demak, sizni oyingiz uydami? No, she is out. Yo'q, u tashqarida. Are your parents at home? Siz ota-onangiz uydami? No, they are out. Ular ham tashqarida deb aytyapti. Demak, xuddi shu bu gaplarimizni o'qiysiz. Xo'p, mana bu yerda endi biz ko'rib chiqadigan so'zlarimiz bor. Where, what, who, how, why kabi savol so'zlarimiz kelyapti. Ya'ni bularni biz question words deb aytamiz. Ya'ni siz savol tuzayotganingizda albatta mana shulardan foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun where kelyapti, bu qayerda, qayerga, qayerdan degani. What bo'ladigan bo'lsa, bu nima degani. Va bundan tashqari qaysi degan ma'nosi ham bor. Who bo'ladigan bo'lsa, bizda bu kim degani. How qanday, why esa nimaga, nima uchun degan ma'nolari bor ekan. Xo'p, endi ko'ramiz. Where is your mother? Sizni oyingiz qayerda? Is she at home? Uydami? Where are you from? Qayerdansiz? Deb aytyapti. What color is your car? Demak, sizni mashinangiz rangi qanaqa? Deydi. It is red deb beryapti. How old is Joy? Demak, Joy necha yoshda? He is 24. 24 yoshda. Bularni demak o'qiymiz. Xo'p, bu yerda short answers degan narsani ham men sizlarga aytib o'tdim. Bularni ko'rib chiqdik. Misol uchun, are you tired? Siz charchadingizmi? Yes, I am. Charchadim. Are you hungry? Och qoldingizmi? No, I'm not, but I am thirsty. Och qolmadim, lekin chanqadim deb aytyapti. Is your friend English? Siz do'stingiz inglizmi? Yes, he is. Xuddi shu gaplarimiz bor, o'qib qo'yamiz. Endi mashqlarga keladigan bo'lsak, mana bu yerda raqamlarimiz bor. 1, 2 toki 9 gacha raqamlar berilyapti. Buni biz mana bu yerdagi Adan toki Agacha raqamlarga match qilishimiz kerak. Ya'ni match degan narsa shu bir-biriga to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, where is the camera deyapti. Kamera qayerda desa, bu yerda example-da aytgan jin olgan. In your bag, sizni sumkangizda deb aytyapti. To'g'rimi? Misol uchun qarang, 7 ga ko'radigan bo'lsak, are you hungry? Siz ochmisiz? Xo'p, siz ochmisiz degan bo'lsa, mana bu yerda no, I'm not degan javobimiz turibdi. Bundan tashqari bu yes you are tushmaydi. Bo'ldi. Faqatgina mana shu 7 ga binosi bo'lar ekan, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, keling 9 da ko'ramiz. Who is that woman? Demak, ana u ayol kim? Who degani kim ham? Xo'p, demak, London tushmaydi, bizda be ketgan, ham ketgan. My sister bo'lishi mumkin, olib turamiz. Bo'ldi, qolgani tushmas ekan. Xuddi shunaqa qilib, demak, match qilishingiz kerak ekan. Tushundinglarmi? Men sizlarga example ko'rsatib ketaman. Qolganini uyda o'zingizlar bajarib olasizlar. Xo'p, demak, 2 ga ko'radigan bo'lsak, bu yerda savol qilishimiz kerak ekan. Is at home you mother deyapti. Ya'ni sizni oyingiz uydami deb gap qilishimiz kerak. Is your mother at home? Oyingiz uydami tarzda bo'lyapti. Yoki ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, your parents are well. Are your parents well? Sizni ota-onangiz yaxshimi? Oltini ko'ramiz. Demak, interested in sport you are. Xo'p, endi biz bu yerda are da oldiga chiqarishimiz kerak.
Undan keyin egani beramiz. Are you interested in sport? Siz sportga qiziqasizmi? Yoki sakkizni ko'ramiz. At school are your children. Demak, bu yerda biz birinchi to be ni oldiga chiqarib yuboramiz. To be nimaligini bilasiz. Are bo'ladi. Are your children at school? Demak, sizni bolalaringiz maktabdami tarzda bo'lyapti. Buni ham demak bajarib qo'yasizlar. Mana bu 2-3 ni ko'radigan bo'lsak, bu yerda what, who, where, how degan demak savol so'zlarimizni qo'yib gap tutishimiz kerak ekan. Misol uchun birinchisi how are your parents? Demak, sizni ota-onangiz qanday? Endi mana bu yerda they are very well. Ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, the bus stop. Mana bu yerda what is the bus stop desak, bus ya'ni avtobus to'xtash joyi nima bo'lib qoladi? Lekin mana bu yerda qarang, at the end of the street. Ko'chaning oxirida. Bu what degani bizga to'g'ri kelmayapti. Buni ko'ramiz. Who is the bus stop? Avtobus to'xtovchisi kim? Yoki avtobus bekati kim bo'lib qolyapti? Where ni oladigan bo'lsak, where is the bus stop? Avtobus bekati qayerda? Ko'chaning oxirida. Mana bu bizda where tushyapti. Shu bo'yi qaytmaymiz. Mana bu yerda how ni ham bir ko'rib qo'yamiz. How is the bus stop? Avtobus bekati qanday? Haqiqatan ham bu tushmas ekan. Bizda mana bu ikkiga where ni olsak bo'lar ekan. Xuddi shu tarzda siz ham to'g'rilab chiqishingiz kerak. Misol uchun, taxminan 7-savolda mana bu what degani to'g'ri kelib qoldi. Misol uchun, bo'ldi, men topdim javob demasa, mana bu yerdagi who ni, where ni, how ni ham bir sidra ko'rib chiqinglar. Bu ham sizlarga vazifa. Endi 2-4 ni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda name ni so'rashimiz kerak, ismini. What is your name? Keyin mana bu yerda sen isming nima deb Paul deb aytyapti. Keyin are you American? Sen Amerikanmisan? No, I am Australian deb aytyapti. Xo'p, mana bu yerda how old? Yoshing nechida deb turishimiz kerak. How old are you? Yoshingiz nechida? I am 30 deb aytyapti. Xo'p, buni ham bajarib qo'yasizlar. Endi 2-5 ga keladigan bo'lsak, bu bizda oxirgi mavzuimiz bo'lyapti ekan. Mana bu yerdagi savollarga siz o'zingiz javob berishingiz kerak. Misol uchun, are you married? Oilalimisiz deb aytyapti. Agar oilali bo'ladigan bo'lsangiz, yes I am, no I am not tarzda berasiz. Agar oilasiz bo'lsangiz, ya'ni turmush qurmagan bo'lsangiz, no I am not berasiz. Are you thirsty? Chanqadingizmi? Yes I am, no I am not. Xuddi shu tartibda mana bu yerda 6 ta savol bor ekan. 6 ta savolga o'zingizdan kelib chiqqan holatda javob berib qo'yasiz. Demak, biz hozir sizlar bilan Unit 1 ni va 2 ni ko'rib chiqdik. Bu bo'yicha demak, qanaqa vazifa berilgan bo'lsa, vazifalarni barchasini bajarib chiqasizlar. Kerak bo'ladigan demak, bu yerda formula yozdim. Qoidalarda demak, dars zapisini ko'rayotgan vaqtingizda pauza qilib, kerak bo'ladigan so'zlarimizni, grammatikalarimiz demak, bir sirda yozib olasizlar. Hammaga rahmat, goodbye.